Assalomu alaykum o'zbekimotlar YouTube kanali kuzatuvchilar. Akalar, bugungi kun barchangizga xayrli bo'lsin. Bugun biz Namangan uchqurondamiz akalar. Turakam dog'da kelganmiz jonivorlar. Bunga 2 soat vaqt qoldi. Inshaalloh akalar, ikkalasidan ma'lumotlarni Polvon akamdan chiroyli qilib olib beraman. Hafta kuniga shanba akalar. 2025-yil 27-dekabr, xudo xolasa akalar, yangi yilga ham sanoqli kunlar qolyapti inshaalloh. 2025 ni tugatib, xudo xolasa 26 ga o'tishimizga ham xudo xolasa qolyapti. 2025 da ushalmagan orzularing xudo xolasa 26 ga o'tib ushalsin akalar. Xudo xolasa 2025 da yetmagan orzularingga 26 da yetib yuravringlar. Kamida uylaringda shunaqa otlardan jonivor aytadilar. Shunaqa otlardan akalar. Kamida shu ikkalasidan bo'lsin akalar. To'y bo'lsa biz boshlaymiz. Polvon aka, assalomu alaykum. Pardon, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi aka? Xonadonlar tinchmi? Rahmat, Allohga shukr. Jonivorlar. Xudo xolasa turishlardan yaxshi otga o'xshayapti. Qolgan ma'lumotlar Polvon akamda o'zi. Polvon aka, obunachilarga, yurtdoshlarimizga, ot ishqibozlarga otni ma'lumotini bering otlarni. Avvalambor assalomu alaykum. Bizni kuzatib boryapti YouTube kanal kuzatuvchilar, otvozlar, polvonlar, muxlislar. Hammamizga kirib kelayotgan yangi yil muborak bo'lsin. 26-yil omadli bo'lsin. Xudo xolasa 25 da niyatga yetmaganlarni 26 da amalga oshirish hammamizga nasib qilsin. Ilohim aka, kamida dedim 26 da yo'q deganda shunaqa otlardan bo'lsin akalar dedim oilalaring. Ayniqsa musofirda yoki ukalarimiz albatta aka. Charchashmasin. Endi nima desam bo'ladi? Asosiy gapni ochig'ini aytganda asosiy klientlar, asosiy muxlislar, ishqibozlar, musofirda akalar aka. Albatta. Shular omadini bersin aka. Ularni biz endi ma'lumotini beraylik, ko'p kutirmaylik aka. Kelishgandan boshlasak o'zingizdagina. Ko'ksulton. Ko'ksulton. Aha. Bo'ylari 60. Yoshi nechida aka? Yoshi 6 yashar farzand. Aha. Ko'rsatib o'tamiz. Mana qorachiqlar butun. Xudo xolasa. O'rtasida ham bor. 6 yashar, 7 ni o'tini yeydi-ku. Aha. Kepda tishladisa formaga kimatadan like bosading aka. Shunday. Formalariga, to'g'risi gapda. Formalar yaxshi ekan. Otni biror joyda nuqsoni yo'q, fardi. To'ttalabdi, qozuqlari, haqiqiy Qashqadaryo, Surxondaryolik akalarimiz istagan ot, fardi. Xudo xolasa. Ustlari ham normalga o'xshaydi aka. Boshi yo'q, oldi orqasi, boshi birdak. Bitta shu betonga chiqib, bitta tortaymi aka ustlarni? Maylimi? Tortib qo'ying. Qani jonivor. Ana akalar. Qiziqqanlar. Polvon akamga aloqachisilaring, batafsil ma'lumotlar telefonda. Xo'p, Polvon aka, bo'ylari 60 chiqadimi yo ilashmaydimi? 60 chiqadi-ku. 60 chiqadimi aka? Mana bo'y basti. Aha. 60 ga olishsin. Plus minusini gaplashaverasizlar aka. Bo'laradi. Joy ko'ngli bo'lsa, metrga hisob beraverasiz. Ha, metr, tepda tishlarsa, vashi muammosi yo'q. Xulqi ham o'ta go'zal. Bo'ldi aka. Xo'p, quloqlari qanday ekan, Nur aka? 100%. Ishonchli ko'rdik, uka. Sinab qo'ydim, ikkalasini ham. Aha. Manisi Kuran Qashqa. Bunisi Kuran Qashqa. Yoshi nechida? 7 yashar buniki. 7 da. 7 yashar. Buni bo'ylari sal 60 plus buniki. Ha, 60 plus. Ammo ularda vulqon bo'lib ketar ekan, mashina. Kalalarni yaxshi ko'tarib berar ekan, endi videoda ham bir otga borish turishi ham hozir ko'rsatib qo'yadi. Xudo xolasa polvoncha yoshlik qilyapti. Jasur polvon yo'q ekanda bunga. Jasur polvon bunga ishga ketib qoladi. To'rtalabdi buniki ham soppa sog'lom. Taqalari bor ekan-a? Yo'q, taqasi yo'q, ikkalasiniki ham. Vaqt bo'lmadi. Qo'yganiga men ko'zimga yaxshi ko'rinmay qoldim. Bir yurgizib qo'ygan shadi. Mana Ochim polvon, voy jonim. Qaytardi uka. Yaxshi olib ekan-a polvon aka kallasini? Ha. Qani yonboshdan bir tortib. Shunday yurishi. Galada ham yuram aka. Galada ham qoqib qo'ysa shunday bo'lar ekan. Bo'ldi, to'xta. Bo'ladi uka. Xudo xolasa hamma yo'g'i joyida. Ha, buniki ham yedi ishda, tepda tishlarisa, sog'lomligida umuman muammosi yo'q buni ham. Baridim. Endi ko'kka bir o'zgacha, ko'k. Endi aka bitta narsada, misol uchun har bir mashinani o'ziga yarasha gashti, bir haligi interesi bo'lsa, har bir otda ham o'ziga yarasha interes bor-da aka. Albatta, fardi. Endi misol uchun mashina otdaqa kayf bermaydi-yu.
Xudo xolasa ikkalasini ham o'ziga yarasha o'rni bor. Xo'p, bularda uloqlari joyida. Hamma yo'q Yeri joyida. ishda, sog'lomliklari, xulqlari yaxshi ekan. Zo'r. Unda bularni bir narx-navolarini bir gaplashaylik aka, chiroyli qilib. Bunisini uka ko'kkini 4000 dollar qo'yaylik. 4000? 4000 dollar. Aha, kami Ozgina bormi? kelishadigan joyi bor. Xudo xolasa ot o'zgacha. Bo'ldi aka. Bunisi kurang qashqani. Kurang qashqasini 3,5 ming qo'yamiz uka. 3500 dollar kami bo'ladi. Kami bor. Albatta. Xudo xolasa. Mana aka qovog'ini nima bo'lgan mashinani bir tortib. Shilingan moshada. Ot Moshina yuklangan, shilingan ha. U umuman anaqasi yo'q, tuki chiqib qoldi uka. Bo'ldi. Endi hali ko'pchilik xato tushunmas. Albatta. Bir aytib Hamma yo'g'ini aytib o'tamiz. 4000 ga 3500 kami bor ikkalasini. Albatta. Uloqlari hamma yo'g'i joyida. Sinab qo'yilgan, Fardin. Hijolat parchiligi yo'q. Xudo xolasa. Qayga sotsangiz boradi. Bo'ldi aka. Uni ham solib qo'ygin-da. Xudo xolasa Bunisi ham shunaqa, Fardin. yaxshi bo'lar ekanlik. Vo'pshi. Menga lekin jilovlari yoqdi aka. Yaxshi ko'tarar ekan. Otlar bir o'zgachasi uka. Endi akalar bitta narsa, ot yoqqan bo'lsa, kimga endi misol uchun men mana tortyapman shu ot yoqqan bo'lsa aloqa chiqarasizlar palon akamga, palon aka. Ha. Haligi narx-navolarni ham hamma ma'lumotlarni o'zlari bilan kelishaverasizlar. Endi biz o'rtadagi bir vositachimiz sizlarga palon akamda qanaqa ot borligini bir ko'rsatuvchi insonmiz. Xo'p, palon aka, xudo xolasa qiziqqan aloqa chiqishadi, qo'ng'iroq qilishadi, batafsil ma'lumotlarni telefonda yetkazasiz aka. Yangi yilga bir o'zgacha qilib bir bonus qilib olib keldik. Bu Qorbobo sovg'asi bo'ladi-mi? Qorbobo sovg'asi bo'ladi. Akalar, bizni kuzatib turinglar. Bugungi chiqarish Namangan O'chqo'rg'ondan bo'ldi. Palon akamdan 2 ot, biri Kurang Qashqa, biri Ko'k Sulton. Kelesi videolarda ko'rishguncha omon bo'linglar.